Bekzak aka, nima mahsulot bu? Obunachilaringizga ham bir aytib keting bu. Qanaqa mahsulotligini? Hayron bo'ldingiz? Qo'limdagi Rolton bu sizning ichagingiz bo'ladi. Mana men bu suv esa sizning oshqozoningizdagi ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladi. Mana men bu oddiy suv va men qo'limdagi sehrli choy. Siz har kuni ertalab tong saharda iliq suv ichasiz. Oshqozoningizni, shlaklaringizni tozalash maqsadida. Lekin afsuski, shlaklaringiz, oshqozoningiz oddiy suvda tozalanmaydi. Hozir mana tajriba sifatida mana ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, mana bu oshqozoningiz. Mana oddiy mana ichaklaringiz, shuni solaman. Qolganimda mana juda ham ifloslangan holda mana kirlandi. Mana ko'rdingiz-a? Va buni oddiy suvga solamiz. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Rangi o'sha qoldi. Buni esa sehrli choyimizga solamiz. Ko'k choy. Ko'rishingiz mumkin. Bu bilan men nima demoqchiman? Mana shu choyimizdan xarid qilib iste'mol qilsangiz, har kuni ertalab tong saharda yuvinib chiqquningizgacha iliq holatda bo'ladi va bitta stakan ichsangiz, oshqozoningizni va ichaklaringizni, shlaklaringizni tozalaysiz. Bu mahsulotimiz jasmin ko'k choylari. Juda ham sehrli choy. Bu oddiy choy emas. Har kuni bir kunni bir mahal ertalab tong saharda ichib kelsangiz, o'zingiz uchun va farzandlaringiz, oilangiz uchun juda ham zo'r mahsulot. Kimga mana shu mahsulotdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Butun respublika, butun dunyo bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud. Ichida 30 dona bo'ladi. Bemalol bir oyga yetadi. Marhamat, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa paketlikda bo'ladi mana. Jasmin ko'k choylari juda ham zo'r choy. Bu choyda ko'k choyi ham bor, qora choyi ham bor. Bemalol yosh kattalarga ham tavsiya qilaman, ayniqsa yosh kattalarga zo'r mahsulot. Ko'rdingiz, mana tajriba sifatida men sizlarga hozir video qilib ko'rsatdim. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziq mahsulotlarni, ma'lumotlarni sizlarga ko'rsatib o'taman.